Hammaga salom raislarim, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu Matiz qatdan kelib qolgani sizlarga qiziqmi? Unda videoda davomida sizlar nafaqat Matizda va yana bitta avtomobilni potokdan, ya'ni ko'chadan sotib olganimni ko'rasizlar. Va bu mashinalarni men yangi yilga 10 ta konteynerlarimga tiqmoqchiman. 3 ta konteynerda avtomobil va qolgan 7 ta konteynerda o'zimning qimmatbaho sovg'alarim bo'ladi. Videorolik ostiga like bosing va oldingizga kofeni qo'ying. Qani, boshladik. Ko'chadan obunachilarni topamizmi yoki obunachi emas, bitta Matiz kerak. Shu Matizni xarid qilamiz. Pulimiz bor, budjet plus minus $5000 lekin $5000 emas, iloji boricha arzonroq olishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsangiz, qani unda boshlaylik. U dostavkaga ketyapti bu ahvol. Qani. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ozgina vaqtingiz bormi? 1 daqiqaga. Bo'p, xo'p. Bitta akamiz ushadik. Matizchasi bor ekan. Aka tanidi faqat. Bunday qilyapti-ku. Jicha oldiga haydab berib qo'ying, brat. Bunday qilamiz. Qo'qitib yubormanglar, akani. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Meni taniysizmi? Sal ko'rgan. Raisboyman aka, shu Instagramda. Bitta blogerman. Bitta taklif qilmoqchi edim sizga. Hozir novogodniy konkursimga 2 ta mashina olishim kerak. Bitta Spark, bitta Matiz. Shunga Matizni xarid qilmoqchiman. Sotasizmi? Men boshqa mashina ololmayman. Yangi yilga olsangiz bo'ladi, lekin bozorda nech pul turgan bo'lsa, ili nech pulga olgan bo'lsangiz, shuni kelishamiz. Ubitkaga sotmaysiz faqat. Yo'q, o'ylashim kerak. Hozir sotib qo'ysam. O'zi nech pulga olgansiz? Buni yengilligida olganman salonni. Yo'q, xo'p, qachon olgansiz? Ancha bo'ldi, 10 yil oshdi. 10 yil? 10 yildan beri haydaysiz. Nech pulga olgansiz 10 yil oldin? 7000 ga yaqin pul ketdi. Ha, hozir примерно qanchaga ketadi? Bilmayman. Necha ming probek? Probek 2000 dan oshgan. Sotmaysiz? Yo'q, boshqa mashina ololmayman. Ismingiz nima? Abzal. Afzal aka. Atak sotsangiz hozir olaman aka. Hozir notariusga boraman. O'zingiz nomidami? Uyimlilar nomi. Atak hal qilsa bo'ladi-ku. Ha, bo'ladi, bo'lishi bo'ladi. Sotmaysiz? Yo'q. Atak momentida hozir 4000 beraman aka. 4000 ga men boshqa mashina ololmayman hozir qo'shib. Nimaga aka? Первоначальный qo'yib bir Cobalt yoki Spark almashtirsa bo'ladi. Yo'q, 4000 ga hozir qo'sha olmayman deyman aka. 4000 emas degan. Qancha? 5 bersangiz aka o'ylab olamiz. 5? Aka. Atak 4000 naq. Yo'q. Men ozgina foyda men даже tekshirganim nima? Men obunachimga beraman aka. O'zi maqsad qanaqa? 31-dekabrga bitta Spark, bitta Matiz, bitta Malibu obunachimga beraman. 2 ta Malibu olganman, ikkitasini shu ko'chada obunachimdan yo bo'lmasam odamlardan to'xtatib xarid qilish maqsad. Atak 4000 naq bor aka. Afzal aka, rahmat to'xtaganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Mayli, sog' bo'ling aka. Izlashda davom etamiz, raislarim, ko'rdinglar. Birinchi obunachimizmi, bizni taniydi ekan. Shu inson sotaman faqat $5000 ga dedi. Lekin hozir yana bitta Spark ham olishim kerak. Shuning uchun men izlayman yana. Matiz va Spark ko'chada obunachilardan, yo'qsa obunachilardan emas, farqi yo'q. Shuni ketgan joydan sotib olamiz. Bozorga borib nima qilib yurmaymiz. Ketdi. Matiz ko'chalardan izlayman o. Uni Nexia bir ham turibdi. Biratni klient yo'qmi faqat? Voy. Ketib ol. Anjanga qarab ketdi birat. Matiz. Spark. Qiz boladan sotib olayim. Sparkni sotasizmi? Yo'q, dadama bergan. Ketdi. Yomon ketyapti lekin Matiz. Böyle faqat bu yo'lda ketyapti. Biz orqamizda ham bo'lsa kerak. Yo'q-da. To'g'ri, ketdi mahallaga. Aka, men o'zim qarab beraman, chiqaring. Bular nimcha bosdinglar, sasekiroq haydanglar, yetib olay. Voy bila, gong o'ynayapmiz aka bilan.
To'xtasanglar bilan nimcha tez haydaysizlar? Yetolmayapman sizlarga. Voy joningdan, gong o'ynayapmiz brat bilan. Men yetolmadim o Matizga. Men yetkizman. Datalova qochdi brat. Yo'q. Qochib ketdi. O'ni ko'rdim. Hammasi oldida-da. Bunday to'xtab kelib qolsa, "Iye, qalaysiz?" derdim. Siz mashinangizni sotib olaman derdim. Charchab ketdim, sizlar quvlari. Aka. Ay, otaxon aka. Sotar ekan dedim. Qayerdan bildingiz? Yuzidan. Aha, otaxon-ku. Qarxonda sotib olaman. Yo'q ya. Ketayotgan bo'lsa urib to'g'radi. Da. Olaman. Urdimmi? Sotib olaman. Endi mashina meniki. Tak. Bular yetkizmayapti, Matiz. Вообще yeta olmayapman ularga. Ha, taksi menimcha. Taksi, 100 tali taksi. Start. Tak, productions by sports. Oh, nihоя. Twin turbo keldi. Olamiz. Ne, Matizlar tekkiz yurmaydik, ha? Mana qarang, menda to'xtaganda hozir men ham to'xtardim, aynada tushirardik. Aka qalaysiz? Mana. Raptor hukka ishlaydi. To'xta! Salom. Voy, bilet. Otaxon! Mashinangizni sotasizmi? Sotmaysizmi? Hali. Aka to'xtaylik, ozgina billa. Men kirib ketaman aka, esli что. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? 1 daqiqa vaqtingiz olsam maylimi? Mana shu yerga. Yaxshimisiz? Men taniysizmi? Ha, taniyman. Kimman? Taniyman-da. Raisboyman aka. Qarang, ismingiz nima? Ismatilla aka. Mashinangiznikimi? Ha, o'zimniki. Qachon olgansiz? 6 oy bo'lib qoldi. Necha pulga? 2800. 3000 beraman. Yo'q, sotdim aka. 3,5 ming beraman. 2,5 sotaman. Sotasizmi? Seriozmi? Seriously. O'zingiz nomingizda? Yo'q, o'z nomimiz, nomga o'tkaza olmadim, pul topolmadim. Короче, gaplashsa o'tkazib beradim. Ha, 30 100 tali. Va kuptami mashina? Ha, Hatta 3,5 ming bersam, mashinani meni nomimga оформлять berasiz. Javob. Ketdimi? Mana, если что, akalar, Matiz, ismingiz nima edi? Javob. Ismatilla. Ismatillodan 3,5 ming dollar. 3,5 ming dollarga olyapman. Aka, hozir zalog beraman. Telefon raqamingizni olamiz. O'sha insonni topasiz. Bugun meni nomimga оформлять berasiz. bo'ladi. Bo'ladimi? Iloji bormi? Ha, Sota olamiz. egasi bilan hozir gaplashaman. Gaplashing. Men ungacha zalog topib turaman. Mana aka zalog. Podvokubga oluvdingizmi? Qanchasini to'lagansiz? Azgina qolgan, o'zi 500-600 qolgan. Ha, yopsangiz bo'lar ekanda. Ha, yopsa. И foydada ham chiqib ketasiz u yoqqa. Yaxshi yuradimi? Ha, yurishizor. Obunachilarimga beraman bu mashina. Ha, gaz yaxshiroq. Gazdami? Ha, gazda. Всё чётко. Matiz sotib oldim. Bugundan boshlab bu Matiz meniki. Nima deysizlar? Agar shu video roliki 100 mingta like yig'sa, ko'chadan yana bitta mashina sotib olamiz. Go bolalar. Mexanika hayda olmayman. Reально mexanika ancha bo'ldi haydamaganim. Iloji bor ekanmi? Indinga ekanda, ertadan keyin ekan. Video bo'lar ekan. Xo'p, Svetda ismet ekan, indinga chiqib qo'yaman. siz bilan unda nima qilamiz ayting, telefon raqam almashib olamiz. Izolog berib qo'yaman. O'ylaymanki halol insonsiz aka. Muammosi yo'q, 3,5 ming beraman shu mashinaga. Hozir mana aka yoningizda 200 dollar sizga berdim. Video ham bor. Telefon almashib olamizda. Kamron degan bolani nomiga оформлять qilib berib qo'yasiz. Bizga generalniy доверенность qilib bersa ham bo'laveradi. Bo'ldi, 900 mana shu. Hali kupli продажа qilib bersa, biz chunki yangi yilgacha berib yuboramizda bu mashinani. O'zi sotish niyati yo'q-da. Gap yo'q. Krasavchik, brat. Ko'rib o'tirardim, lekin ichib kelmasa. Mana aka, mana lop. Sizni mashinangizni ko'chada ketyapti, sotib oldik aka. Inding yo'qda xolos endi ko'rishamiz. Biz aytamiz. Telefonlashamiz aka. Xo'p. Turgan ham tiko yo'q-da. To'g'ri. Assalomu alaykum. 1 daqiqa mumkinmi aka?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Tiko avtomobil izlab yuruvdim-da, zo'rg'a topdim, to'g'risi. Ismingiz nima? Mumkinmi videoga olsak? Mumkin. Olmay turingda. Shu Tiko izlab yurgan edim. Ko'chadan patokdan Tiko sotib olmoqchiman. Agar ruxsat bersa, agar sotsangiz Tiko'ingizni Necha pul olaman? necha pul olgansiz? O'zim 17,5 o'tgan. Qancha? 17,5. 17,5? Necha yil oldin? O'zim yaqinda oldim mana. 17,5 millionmi? Yo 17,5 ming dollarmi? Dollarda gaplashaylik aka, shu o'zbekcha so'ngda qiynalamiz deycha. Dollarda bilmadim, necha pul chiqqan aka. 1,5 mingga tushganda. Bo'ldi, sotasizmi? Tamam. 1,5 ming bersam sotasizmi? 1,5 ming qancha bo'ladi o'shanda? 1,5 mingiz shu 18-19 bo'ladi-da. 20 ga boradi plyus minus. 20 chista bering uni. 20 millionmi? 1700 bo'lib qolar ekanda. 200 dollar. Agar sotish olmoqchi bo'lsangiz-da. Yo, olmoqchi 100% olaman. Faqat videoga ham olaman-da. Hozir men video ham ketyapti. 1700 beraman, xo'p. Hozir sizga zalog beraman, ertaga оформлять berasiz. 1700. Sotasizmi? So. Mana 200 zalog. Telefon raqamingizni bering. Ertaga ham Toshkentda olasizmi? So. Matiz olganingizda bu. Ha, ko'rdingizmi? Bo'ldi-da, siz chiqdingiz. Tabriklayman. Mashinangiz ertaga, ha, hozircha minib turavering. Ertaga 1,5 ming berib оформлять qilamiz. 1,5 mingiz qoldi. 200 zalog bor. So, gap yo'q. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tikodan bitta o'tirayman. Voy, onasini ham. Tiko ham oldi, onasini ham. Ular mexanik ekanlar. Короче, 3 ta konteynerim to'ldi. Tiko, Matiz va Malibu. Atak na ходу yurar ekan. Qochay. So, aka, ismingiz nima dedingiz? Sherbek. Sherbek aka, Mirolim ismim. Tanishganimni o'rsanman. Ertaga gaplashamiz aka. Sog' bo'ling. Mana aka. Sog' bo'ling. Xo'p. O'tiruvdi brat, mashinasini sotib yubordi bilan. Bechara brat, o'tiruvdi hayol surib, nima qilsam ekan, hayol, ey xudo deb o'tiruvdi. Tabiati mashinasi yo'q endi. Shunaqa raislarim, videorolik ostiga like bosinglar va YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Bunaqa kontent hali o'zbek media platformasida bo'lmagan va bundan buyog'iga bo'lmagan kontentlar qilishda davom etamiz. Rais, obuna bo'lib qo'yasizlar YouTube kanaliga, sog' bo'lasizlar.